xorijda ishlash bo'yicha, shu o'qish bo'yicha shu o'zimda niyatlarim borda. Xorijda o'zim o'qimoqchiman. Shuning uchun misol uchun ertaga o'zim huquqshunoslik sohasi bo'yicha ishlaydigan bo'lsam ham, bunda nutq boyagi insonlar bilan o'zaro muloqot, ijtimoiy muloqot juda muhim bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun bu narsani yengishim kerak. Agar yengmasam, bu ertaga o'zimda hayotimga ham, ertaga o'zimga ishimga ham bu juda minus bo'ladi. Shuning uchun taraf buni yengishim kerak deb aytganman. Misol uchun men hozir huquqshunoslik sohasi bo'yicha o'qiyman. Shu hayajon ba'zi paytlar kuchayib ketadi, ba'zi paytlar unchalik yuqori bo'lmasligi mumkin, lekin o'zimda sinfdoshlarim, o'zim qatorlar bilan muloqotda sezilmaydi-da. Ular o'zlari aytishadi-da. Misol uchun siz misol uchun bu yoqdagi odamda meni bilmaysiz, ichimdan o'tayotgan. Lekin muloqot qilishda, ba'zi muloqot qilishda ular sezmaydi. Siz ham sezmaysiz mumkin, lekin o'zingiz shu soha bo'yicha ishlayapsiz, bilasiz bu narsani. O'zimda shu sinfdoshlarim bilan aytishadi, senda umuman yo'q, nimaga sendan o'qituvchi so'raganda hayajon kuchayib ketadi, nimadir bo'ladi, shunday bo'ladi deganda. Tak, demak, to'g'ri, ko'pchilik misol uchun chetdan qaraganda odamlar bilmaydi bu narsani. Bu narsani, shu narsani his qilgan odam ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Qanaqa yuragi dukunlashigacha, qanaqa qo'l oyog'i qaltirashigacha. Sizda mana bunaqa holatlar bo'ladimi? Masalan, o'sha hayajon mahalida, mana masalan siz hozir birinchi kurssiz, birinchi kurs. Misol uchun turg'izib savol javoblar qilinadimi sizlarda? Misol uchun mavzuni gapirib ber, mavzuni yoritib ber degan. Shu bitta har bir o'quvchi bilan bitta alohida shug'ullanadi. Ana shu masalada misol uchun menga savol beriladigan bo'lsa yoki misol ustozga o'zimning fikrimni aytishga unchalik emas, unday ba'zi hollarda ba'zi so'zlar chiqmay qolib, ba'zi tutib qoladi. Misol uchun ana shunday bo'lib qoladi. Lekin agar vazifani o'qib ber desa, shu o'qib berish mahalida juda kuchayib ketadi hayajon. Misol uchun yana o'sha kuchayib ketganda qanaqa holatlar bo'ladi? Misol uchun qo'lingiz qaltiraydimi yo bo'lmasa o'sha qanaqa, shuni menga ta'riflab bera olasizmi? Qanaqa holatlarni sezasiz o'zingizda? Shu payti men misol uchun o'zimdagi holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, misol uchun o'qituvchi menga vazifani shu o'qib bering deb aytsa, men shu miyamda shu narsa shakllangan, shu narsa bo'lgan, bilmayman. Shu hozir hammani fikr xayoli menda. Men shu xato qo'ymasam kerak. Hamma menga qaqirib turibdi, bo'ldi o'sha. Shu narsa bo'ladi-da. Shunga keyin o'zi undan battar hayajon kuchayib ketadi, o'zi ba'zi yurak urib turgan bo'lsa, yurak undan battar juda ba'zi yuqori olib ketadi. Hayajon yuqori olib ketadi, undan keyin o'zi nimani o'qib bermoqchi bo'lsangiz, hammasi esdan chiqib ketadi. Undan keyin so'zlarim chiqmay qoladi. Hamma oldida sharmanda bo'lib, endi jamoatchilik sharmanda. Siz shunaqa deb hisoblaysiz-da, anaqa bo'ldi, sharmanda bo'ldim, ya'ni shu holatga chiqdim. Shu holat bo'ldi deyman. Endi sizga savollar bersam bo'ladimi? Mayli. Qarshilik qilmaysizmi? Yoshingiz 18 da. Xo'sh, yaxshi huquq sohasi bo'yicha o'qiysiz. Tем более gapiradigan kasbni tanlagansiz. Duh bilan shunchalik hayajoningiz bo'lsa ham, shunchalik shunaqa kasbni tanlaganingiz o'zi katta foyda. Chunki ko'pchilik gapirishga qiynaladigan odamlar, masalan, fikrini yetkazib berishga qiynaladigan odamlar kimdir arxitektor, kimdir kompyuter sohasi bo'yicha shunaqa sohalarni asosan tanlashadi. Siz shunchalik huquqshunos bo'laman deb tanlaganingiz o'zi bu katta bir yutug'ingiz. Endi qarang, Og'abek, bu narsani yo'qotish bo'yicha oldin ham nima edi, boshqacha harakatlar qilganmisiz? Misol uchun qanaqadir darslarga qatnashganmisiz? Misol uchun